ko'zingga o'laymay o'rgil iplos. Senga qishloqdan qiz yo'qmidi? Shahardan olishing shartmidi? Shaharga issiqda kelguncha yarmim erib kuchdi-ku. Bo'pti, kelishga kelib oldim, qoziqbosh. Yoniga nima deb kiraman? Shuni o'yladingmi? Ona, qishloqda unaqa qiz yo'q-da, bir gapirtirib ko'ring. Shunaqa iboli xayoli kam gapgina qiz. Bo'pti, o'zim bilaman. Qizim Shahzoda sizmi? Ha, xolajon, keling, nimalar kerak edi? Ana o'g'lim o'qishi. Demak, o'g'lingizni o'qishi uchun bizda gadjetlar olmoqchisiz. Albatta, sizni aynan o'g'lingiz uchun yangi o'quv yili boshlanishi munosabati bilan Imkon savdo markazimizda smartfon, planshet, printer, noutbuklarga katta 30% dek chegirmamiz bor yoki bo'lmasa zo'r bonusga ega bo'lishingiz mumkin. Aksiyamiz 14-sentyabrgacha davom etadi. Aksiya doirasida siz atigi birgina pasportingiz evaziga boshlang'ich hech qanday to'lovlarsiz bemalol mahsulotlarimizdan xarid qilishingiz mumkin. Yo'q, o'g'lim Telefon, albatta o'g'lingizga mana shunday zo'r telefonlarimiz kerak bo'ladi. Qo'limda turgan A56 telefonimiz 30% chegirmaga xarid qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam zo'r bonus evaziga 923 ming bonus olishingiz mumkin xolajon. Xo'sh, olasizmi? Yo'q, qizim, olmayman. Siz shuncha gapirtirib nima qilasiz odam ovora qilib? Satqiy odam ketdik. Gapirmayman, olmayman, gapirman, shuncha gapirib ovora bo'lma demaysizmi? Men ham odamman, men ham ishlayman, men ham energiyam ketadi shuncha. Sizga o'xshagan 10 tasi kirsa, 10 tasiga shuncha gapirsam, hech qaysi olmasa, qayerdan men foyda qilaman? Eshalasizmi o'zi? Men bu yerga kelgandan keyin odam salbiy qanday qaddalash kerak? Jiming. Endi men gapiraman, siz eshitasiz, tushundingizmi? Olmasangiz men bu yerga kelib meni gapirtirib qo'ymang. Olmasangiz boshqa kirmang, tushundingizmi? Umuman kirmang, sizga o'xshagan odamlar boshqa kerak emas, tushundingizmi? Odamlarga ham qayra olsam, olmasa ham o'ra qiladi odam. Men tavba qildim. Alo. Ha, Qoziqbosh aka. Yoningga onam kiryaptilar, ko'k ko'ylaydi. Yaxshilab muomala qilgin, tushundingmi? Onamlar davom. Oyjon. Haye. Ya onalarni yebsin, yengil kavaler yoki bu? Ya olmayman, ey.